Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Samarqandliklar. Assalomu alaykum, ahli Samarqand. Armada zavodiga keldik. Alloh xolasa, Armada zavodida ko'ryapsizki, har bir ishga pechat qo'yilish boshlandi inshaalloh. Ishlarimiz Alloh xolasa 7-may sanasidan boshlab stanoklardan pechati bilan chiqyapti inshaalloh. Endi har bir mijozimizga pechatli armada ishlarini yetkazib beramiz. Oldin savol bo'lardi, e'tirozlar bo'lardi, aytardiki, siz bizga bu armada zavodlar ishini jo'natmayapsiz yoki boshqa zavodlar ishini bizga armada deb o'tkazyapsiz degan e'tirozlar bo'lardi. Endi unaqa e'tirozlarga inshaalloh hojat qolmadi. Operator ko'rsatsin, har bir ishda inshaalloh armada degan pechatlari bor. Kimga shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'lsa, Manzil.uzga yoki videoni pastida raqamlarni qoldiramiz. O'sha raqamlarga bizga aloqaga chiqinglar inshaalloh. Sifatli ishlarni bunaqangi mashinalarni xohlasangiz 20.800 donadan, xohlasangiz 8.320 donadan yetkazib beramiz inshaalloh. Salomat bo'lasizlar.